Assalomu alaykum Manguliz. Aldığım məzmunda qurol-yaraq bexatarligi to'g'risida to'xtalgan edim. Men bugun sizlarga ovchilik ijozatnomasi elish haqidagi uchurlarni yetkazman. Agar siz ovchilikni yaxshi ko'rsangiz, bugungi mazmun dal siz uchun. Hammaylar bilamiz, qadimgi podshoh shahzodalarning, hatto malikalarningmi ovchilikni yoqtirganligi va uni yaxshi o'rganib, kamolatga yetganligi esil hikoya cho'jaklarimizda tariflanib turdi. Ovchilik esil mahorat bo'lib qolmay, hayot qilish mahoratlarining biri. Chunki bir ish bo'lib qolsa, bexatar ovchilik qilib, yemaklik masalasini hal qilib bo'ladi. Shaxsan menmi ovchilikqa qiziqaman. Hamda hayotimda bir qatam bo'lsa-mu, g'aliblik ovlig'im bor. Oldingi yili sinab baxsam ta'lim bo'lmay qoldi. Chunki boshqa ovchilarning ishlari atrofda yurib, bo'g'larni qochirib o'tdi. Ba'zilar o'zlari yo'shinib, bo'g'larni saqlab ovlasa, ba'zilar ishlarini qo'yib berib, bo'g'larni tepib ovlaydi. Şu an ben yoşunulgan kichik chidirning atrofida ishlar to'la kelib, menga hech qanday bo'g'ib uchirmadi. Afsus. Hamda yomg'ir yog'ayotgan kuni havo pek sovuq bo'lg'achqa 2 soatdek saqlab, ishlardan boshqa hayvon ko'rmagandan keyin amalsiz qaytdim. Yeni sharoit yer bersa, keyingi qatam texim yaxshi chorliqlar bilan yana sinab boqaman. Agar sizmi ovchilikni yoqtirib, ovchilik qilmoqchi bo'lsangiz, albatta cho'qim ijozatnoma olishingiz kerak. Buning uchun eng dastlabda siz turishliq davlatning aloqador qoida tuzumlarini egallashingiz kerak. Masalan, siz turishliq davlatda ovlash ijozat qilinamdi. Ijozatnoma chet elliklarga berilamdi. Ijozatnoma olishning shartlari qanday? Ijozatnoma qanday ilindi degandek muhim mazmunlarni bilishingiz kerak. Bexatarlik mangu birinchi. Endi Amerikadagi ovlash ahvoli bilan tanishib o'taylik. Amerikada ovchilik rivoj topgan, xalq yoqtiradigan bir mahorat bo'lg'achqa, ovchilik ma'rifimi taraqqiy qilgan. Amerikadagi ovchilik ma'rifi to'ri 45 dan ortiq shtatlar bilan hamkorlashib, esil mazmunlari bilan xalqni tarbiyalab, tasodifiy voqealarning oldini olib, hayotni qutqizdi. Shunga ovchilik mahorati sizga qanday ovchilik qilishni o'tib qolmay, sizda hayot qilish mahoratini yetildirdi. Undaqda Amerika ovchilik ma'rifidagi esil mazmunlarni ko'rib boqaylik. Bu ma'rifda 11 darslik bo'lib, har bir darslikning siniqi bo'ladi. Birinchi dars ovchilik ma'rifining tunishtirilishi bo'lib, buningda Qur'onning bexatarlik qoidalari, ovchilik ma'rifining muhimligi, mazmun manbalari qatorliq mazmunlar o'tildi. Ikkinchi dars Qur'onni egallash bo'lib, buningda qurol va o'qlari, Qur'onning qanday xizmat qilishi, qurollarning o'rtoqligi va farqlari, bexatarligi, Qur'onni va Qur'onning o'qlarini to'g'ri ishlatish, Qur'onni tozalash va bexatar saqlash qatorliq muhim mazmunlar so'zildi. Esla 3-dars asosiy qurol ishlash mahorati bo'lib, buningda Qur'onni bexatar va dal tekizib etish, miltiq etish, tapancha etish mahoratlarini yetildirish mazmunlari o'tildi. 4-dars asosiy ovchilik mahorati bo'lib, buningda planlash va tayyorlik qilish, ovchilik mahorati, ov maydoni bilimlari qatorliq mazmunlar o'tildi. 5-dars ovchilik aslalari va texnikalar bo'lib, buningda miltiq va uningga o'q qachilash mahorati, o'qya ishlatish mahorati, ovchilik aslalari qatorliq mazmunlar o'tildi. 6-dars bexatar ovchi bo'lish bo'lib, buningda qurolni bexatar ishlatish, dalada qurolni bexatar ilib yurish, qurolga bexatar o'q qachilash va chiqarish, qurollarni bexatar yo'tkash, bexatar qurol etish maydonini bilish va boshqa diqqat qilishga tegishli bexatarlik mazmunlari, daraxtga chiqib ovlash, qiyiq tuturib ovlash, dala mashinasida ovlash qatorliq muhim mazmunlar o'tildi. 7-dars bexatar va axloqliq ovchi bo'lish bo'lib, buningda ovchilik qonunlarini o'rganishning sababi, ovchilik axloqi va ovchilik mahoratini pishqlash qatorliq mazmunlar o'tildi. 8-dars tayyorlik xizmati va hayot qilish mahorati bo'lib, buningda tayyorlikning muhimligi, xarita va kompas, hayot qilish mahorati, nachar havo rayida qanday qilish, bexatarlik buyumlari qatorliq muhim mazmunlar o'tildi. 9-dars yovvoyi hayvonlarni tushunish bo'lib, buningda yovvoyi hayvonlarga munosabatlik har turli mazmunlar so'ziladi. 10-dars siz turishliq yoki siz ovchilik qilmoqchi bo'lgan shtatlarning ovchilik tuzumlari bo'lib, buningda ovchilik turlari, shartlari, ijozatnomasi, ovchilik maydoni, vaqtlari, fasllari, ovlash cheki, aslallarning layoqatli bo'lish shartlari, cheklangan faoliyatlarning oldini olish qatorliq muhim mazmunlar o'tiladi. 11-dars mahum ovlash bo'lib, buningda 4 kunlik mahum ovlash faoliyati so'zlanib, eng oxirida barliq sinoqlardan o'tsangiz, ovchilik ijozatnoma kinishkisi sizga pochta orqali yo'landi. Agar siz bu kursni muvaffaqiyatli tamomlasangiz, Qur'onni bexatar ishlatib ovlash mahoratini o'rganib qolmay, dalada hayot qilish mahoratini egallay olasiz.
Şuna dәл mən hər zaman əskərtkəndək, ovçılıq qılmaqçı bolsanız, çoxum əlaqədar qayda tüzümlərini öyrənib, ovçılıq ma'rifini yaxşı bitirib, maharatni pishiq egalləb, icazatnamasini alğandan keyin andın lazımlıq ovlash quralını setilib, ovga chiqsangiz bo'ladi. İcazatnoma ilish shart bo'lib, hargizmi ovarchilik his qilmang. Bu faqat siz va boshqalarning bexatarligi uchundir. Endi alayda diqqat qilgan ishlarni deb o'tay. Diqqat! Ovchilik ijozatnomasi hargizmi yoshirin qurol ilib yurish ijozatnomasi emas. Shunga ovchilik ijozatnomam bor deb yoshirin qurol ilib yursangiz qat'iy bo'lmaydi. Diqqat! Ovga chiqqanda ovchilik ijozatnomangizni cho'qim ilib yuring. Chunki saqchilar atrofda bo'lishi yoki shaxslar qurolingizni ko'rganda sizga gap qilishdan burun saqchi chaqirish mumkin. Bu chog'da saqchiga ijozatnomangizni ko'rsatmasangiz, ovchilikka uchrashingiz aniq. Diqqat! Yana bir qitim ta'kidlab o'tay, ovchilik ijozatnomasi bilan yoshirin qurol ilib yurishga qat'iy bo'lmaydi. Ovchilik ijozatnomasiz ovchilik qilishga qat'iy bo'lmaydi. Bu ikki ijozatnoma ayrim-ayrim bo'lib, qat'iy o'xshamaydi. Bu bek muhim nuqta. Ovchilikqa qiziqadigan xalqim uchun bugungi mazmunlarni tayyorlab, diqqatingizga sundim. Amerika ovchilik ma'rifining ulanmasi tuvandikicha. Bugungi mazmunlarni yoqtirdingizmi? Yoqtirgan bo'lsangiz, videoni baharlab qo'yasiz. Texnik ko'p usullarga erishmoqchi bo'lsangiz, kanalimga a'zo bo'lishni unutmang. Keyingi mazmunda ko'rishaylik. Bexatarlik mangu birinchi.